Jon bolam. Bugun Maftun xotining soat 1da manda tayyor bo'lsin degani 3da tayyor qilibdi. Ha, yo'q, Maftun. Jim, men orada ish berdim unga. Voy chaqirib yubordim. Shu sabla gaplashib o'tirmoqchiman bolam. Qani? Hech narsa, keling, ketdik, bo'ldi, chiqing. Yuring, chaqchaqalab yuring. Voy, Islom. Ha, ona. Ko'rsang, Ozod xotini mantiq qildi-da. Asani xotinga yub qo'ysa bo'ladi-ku. Yo, men yubeyman. Yumabdimi? Hozir. Laylo. Voy, chaqirma, voy, kiriyapti-ku. Ha, kirayotganmiz rostdan ona yuvib qo'ysa bo'ladi. Laylo, qara o'rga qayt. Chaqirmasam men shunchaga gaplashmoqchi. Laylo, kelmang. Voy, xotini qabul. Javob? Voy. Bolam, sen kichkina o'g'ilsan-ku. Asani xotining Yevroxousdan yo'g'ilib chiqib ketamiz deb. Yo'q, sevar. Chaqirma bolam. To'p sevar. Voy, chaqirma. Betday qiz bo'lmading-da. Bo'ldi. Alo Nazira, bir soatga kelib ket, mazza qilib g'iybatlashaylik.